Payg'ambarimiz aytdilar, kimda ushbu 3 ta sifat bor bo'lsa, Alloh taolo uni yengil hisob bilan hisob qiladi va o'zining rahmati bilan uni jannatga kiritadi. 3 ta sifat. Sahobalar, "Ya Rasululloh, ota-onalarimiz fido bo'lsin, u qaysi sifatlar?" deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Sendan bir narsani man qilganga ana shu bir narsani berishing. Sendan aloqasini uzgan bilan aloqani tikkalashing va senga zulm qilganni avf qilishing. Agar o'shalarni qilsang, Alloh taolo seni jannatga kiritadi." Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bizga o'sha Alloh taolo bilan aloqamizni tiklashlik uchun shunaqangi nusxai iksir berganlarki, o'sha duolarda, o'sha aytgan vazifalarni qilsak, Alloh bilan aloqamiz tiklanishi aniq. Alloh taborak va taologa taalluqni, ya'ni aloqani paydo qilishlik uchun eng oson tariqasi va eng muxtasar qisqa yo'li shuki, inson har onida, har sekundda Xudodan bir narsa so'rab yuraverish kerak. Xudo bilan aloqa tiklashning eng zo'r uslubi shu. Buni qilib ber deb yuraverishlik, doim Xudo bilan gaplashib yurishlik eng Alloh taolo bilan bandani o'rtasidagi aloqani tiklashga eng muxtasar yo'l. Qur'oni Karimda Alloh taborak va taolo bizga shunday hukm qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu, ya'ni ey iymon keltirgan zotlar degan. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kaseera. Alloh taoloni ko'p zikr qilinglar degan. Mani ko'p eslanglar degan Alloh taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir sahobiy so'ragan ekanlar, "Ya Rasululloh, eng yaxshi amal qaysi?" debdilar. U kishi javob berib aytdilarki, "An yakuna lisanuka ratban bi zikrillah." Ya'ni seni tilingni hamisha Xudoni yodi bilan ho'l bo'lib turishi degan ekanlar. Tilishi pichir-pichir qilib turgani, tilingizda Xudo taoloning zikrini aylanib turishligi dunyoda eng yaxshi amal. Qur'oni Karim haqida gapirishdan oldin shuni aytmoqchimanki, bu tana ko'plab vitaminlarga ehtiyoj sezadi. Agar siz sutdan boshqa narsani yeb ichmasangiz, tanangiz sutdan boshqa vitaminlarga ham ehtiyoj sezadi. Shu kabi faqat xurmo yesangiz, tanangiz xurmodan boshqa vitaminlarga ham ehtiyoj sezadi. Demak, tananing turli oziqaviy vitaminlarga ehtiyoji bor. Xuddi shu kabi ruh ham har xil iymoniy vitaminlarga ehtiyoj sezadi. Masalan, men tasbihni ushlab 1000 marta la ilaha illalloh deb tasbih o'girsam, bu zikrni bosh ustiga qabul qilamiz. Lekin ruh boshqa oziqaga ham ehtiyoj sezadi. Subhanalloh, subhanalloh, bu ham bir ozuqa. Ruhning yana boshqa ozuqaga ham ehtiyoji bor. Shu kabi ruh jumladan Qur'oni Karimdan bo'lgan katta ozuqaga ehtiyoj sezadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu hadis sharifni Alloh azza va jalladan hikoya qilib aytganlar. Alloh taolo hadisi qudsiyda aytadi: "Kimni Qur'on meni zikr qilishdan va menga duo qilishdan mashg'ul qilib qo'ysa, zikr bu la ilaha illalloh kabi kalimalardir. Duo esa ey Robbim deb so'rashdir. Kimni Qur'on meni zikr qilishdan va menga duo qilishdan mashg'ul qilib qo'ysa, unga so'rovchilarga berilgan narsadan ham afzalini beraman. Agar bir inson o'tirib tinmay muhim duolarni qilsa, siz esa o'tirib Qur'on o'qisangiz, Alloh sizga duo qilayotgan insonga berganidan ham afzalini beradi. Ruhning Qur'oni Karimdan ozuqa olishi zaruriy ishdir. Bunga doim amal qilib borishimiz juda ham muhimdir. Buni doimiy bajarishimiz shartdir.